To'g'risi afsusdan men bunaqa video qilaman deb o'ylamagan edim, chunki bu uchala ishtirokchi ham Reverem Show uchun ustalikka kirish uchun haqli edi. Chunki mehnat qilishdi, tinimsiz uyqular, hammasidan kechishdi, asab, shuncha rasxodlar tayyorlashdi. Mashinaga gap bo'lishi mumkin emas, lekin ovoz berish jarayoniga kelganda bularga ozgina omad yetishmay qoldi. Ana endi bu narsalarni sizlarga qo'yib bermoqchiman. Agar mana shu video 300 mingta like to'plab, 10 mingtadan oshiq kommentariya shu bolalar Reverem Show uchun ustalikka kirsin. Davay bolalar motivatsiyasini tushirib qo'ymaylar desanglar, albatta bu narsani sizlar hal qilasizlar. Bolalar haqli Reverem Showda ishtirok etish uchun deyishsa, albatta sizlarni qabul qilib olamiz. Nima deysizlar, mana shuncha obunachilarga o'zingizlarni gapinglarni ayting. Like'larni ayamasdan kommentariyalarga kirib olovlarni tashlab qo'yish kerak, lekin haqlimiz deb o'ylayman lekin bu narsaga. Shuncha mehnat yerda qolmaydigan umiddamiz. Xudo xolisa sizlar poddesh qilib, like bosib, kommentariyada maksimalni bosib tashlaylar. Xudo xolisa biz ham qatnashamiz. Endi Allohning aytgani bo'lar ekan, shuncha harakat qildik. Sizlardan poddeshga kommentariyalar kutamiz. Xo'p jigarlar, endi bu yog'i sizlarga bog'liq. Hozirdan like'larni ayamaylar, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldiringlar. Agar haqiqatan ham shu narsa amalga oshsa, sizlarni Reverem Showga qaytaramiz. Qilgan mehnatinglar uchun, qilgan harakatinglar uchun. Reverem Showda ko'rishguncha hammasini sizlar hal qilasizlar.